Salom do'stlar. Birinchi videoda pul kvadranti haqida gapirgandik. Hozir esa boylarcha fikrlashga qanday o'rganish mumkin degan savolga javob beramiz. Amerikalik mashhur biznes trener va millioner Steve Siebold yer yuzidagi eng boy 1200 ta odamlar bilan suhbatlashib chiqdi va shundan keyin Boylar qanday fikrlaydilar nomli kitobini chop ettirdi. Aytgancha, Forbes jurnalining 2016-yil 1-martdagi ma'lumotiga ko'ra, rasmiy milliarderlar soni 2016-yilda 1810 kishini tashkil qilgan. Xullas, avtorning mashhur kitobida u boylarning oddiy odamlardan fikrlashdagi asosiy 21 ta farqini keltiradi. Bu gaplar ko'pchilikka yoqmasligi mumkin albatta, lekin nima bo'lganda ham hozir shularni sanab o'tamiz. Xulosa esa o'zingizdan. Tayyormisiz? Boshladik. Birinchisi, oddiy odam hayotdagi barcha yomonliklarning ildizi pullarda deb biladi. Boylar bo'lsa, kambag'allik barcha yomonliklarning ildizi deb hisoblaydilar. Ikkinchisi, oddiy odamlar egoizmni kamchilik deb bilishadi. Boylar esa yaxshilik deb bilishadi. Uchinchisi, oddiy odamning mentaliteti omad va tasodifga yo'naltirilgan. Boylarning esa harakatlarga yo'naltirilgan. To'rtinchisi, oddiy odamlar odatdagi ta'lim olish boylikka yo'l ochadi deb o'ylashadi. Boylar esa faqat maxsus bilimlargina kuchga ega deb bilishadi. Beshinchisi, oddiy odamlar o'tmishni ko'p eslashadi. Boylar esa kelajak haqida orzu qilishadi. Oltinchisi, oddiy odamlar pul haqida hissiyotlar bilan, boylar esa mantiqiy fikrlashadi. Yettinchisi, oddiy odamlar ko'pincha o'zlari yoqtirmagan ishlar qilib pul topishadi. Boylar esa o'z qiziqishlarining ortidan borishadi. Sakkizinchisi, oddiy odamlar keyin o'ksinib qolmaslik uchun hayotdan juda kam narsa kutishadi. Boylar esa faqatgina katta narsalarni kutishadi. To'qqizinchisi, oddiy odamlar boyib ketish uchun biror ish qilish kerak deb hisoblashadi. Boylar esa buning uchun odam o'zgarish kerak deb bilishadi. 10-si, oddiy odamlar pul topish uchun pul kerak deb hisoblashadi. Boylar esa pul topish uchun boshqalarning pulidan foydalanishadi. 11-si, oddiy odamlar bozorni mantiq va strategiya boshqaradi deb hisoblashsa, boylar bozorni hissiyotlar va ochko'zlik boshqarishini bilishadi. 12-si, oddiy odam ishlab topganlaridan ko'prog'ini sarflaydi. Boy odam esa topganidan kamrog'ini ishlatadi. 13-si, oddiy odam farzandiga qanday qilib bu hayotda jon saqlab qolish mumkinligini o'rgatsa, boy bolasiga qanday qilib boyib ketishni o'rgatadi. 14-si, oddiy odamga pullar uning statusini ko'rsatib turishi uchun kerak. Boylarga esa xotirjamlikka erishish uchun kerak. 15-si, oddiy odamlar o'rganishdan ko'ra ko'ngil yozishni xush ko'rishadi. Boylar esa o'rganishni birinchi o'ringa qo'yishadi. 16-si, oddiy odamlar boylarni xudbin va noshukur deb bilishadi. Boylar esa shunchaki atrofida o'zlari kabi fikrlaydigan odamlar bo'lishini istashadi. 17-si, oddiy odam butun diqqatini pulni tejashga qaratsa, boy kishi ko'proq topishga qaratadi. 18-si, oddiy odam pul bilan tavakkal qilmaydi. Boylar esa qachon tavakkal qilish mumkinligini biladi. 19-si, oddiy odam qulaylik va stabillikka intiladi. Boylar esa noaniqlikdan xursand bo'lishadi. 20-si, oddiy odam pul va salomatlikni o'zaro bog'liq deb o'ylamaydi. Boy esa pul uning hayotini saqlab qolinishiga sababchi bo'lishi mumkinligini biladi. Va oxirgi 21-farq, oddiy odam baxtli oila va boylikdan bittasini tanlash kerak deb o'ylaydi. Boy odam esa ikkalasini ham tanlaydi. Endi esa boshqa keng tarqalgan fikrlarni ham eslatib o'tamiz. Boylarcha fikrlashning eng oddiy usullaridan biri bu boylar bilan ko'proq muloqotda bo'lish va atrofimizni keraksiz odamlardan tozalash. Chunki siz eng ko'p vaqtingizni birga o'tkazadigan 10 ta odamlaringizning o'rta arifmetikiga tengsiz.
hattoki daromad bo'yicha ham. Keling bir mashq qilib ko'ramiz. Hozir eng ko'p muloqotda bo'ladigan 10 ta odamlaringizning taxminiy daromadlarini yozib, ularni bir-biriga qo'shib chiqing. Agar ishlamaydiganlari bo'lsa, demak 0 ni qo'shasiz. Endi yig'indini 10 ga bo'ling. Chiqqan son sizning o'rtacha daromadingizga taxminan teng bo'ladi. Bu narsani xalqimizda qisqacha qilib, qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deyshadi. Va yana bir usul bu boylar o'qigan va ular maslahat qilgan kitoblarni o'qish ham bu masalada katta foyda beradi. Bunday kitoblarga Jorj Claysonning Vavilonlik eng boy odam, Robert Kiyosakining Pul oqimi kvadranti va boshqa ko'plab kitoblarni misol qilib keltirsa bo'ladi. Va yana bir usul bu moliyaviy savodxonlikni oshirishga yo'naltirilgan biznes treninglar va biznes o'yinlarga qatnashish. Biznes o'yinlarga misol qilib Robert Kiyosakining Cash Flow o'yini asosida yaratilgan oxirgi yangi chiqqan biznes o'yinlarini tavsiya qilamiz. Hozir esa sizlarga O'zbekistonda chiqariladigan Poyga biznes o'yini haqida qisqacha gapirib berib, videoni yakunlaymiz. Poyga biznes o'yini Rossiya va boshqa davlatlarda chiqariladigan Денежный поток 303 biznes o'yini asosida yaratilgan va o'zimizning O'zbekiston bozoriga moslashtirilgan. O'yinni qisqacha ta'riflab beramiz. O'yindan asosiy maqsad pullarni oqilona boshqarishga o'rgatish. Ya'ni birinchi videoda aytib o'tilgan 99% odamlarni tashkil qiluvchi kvadrantning chap tomonidan qolgan 1% ni tashkil qiluvchi kvadrantning o'ng tomoni toifasiga o'tishni o'rganish. O'yinda har bir ishtirokchi orzu tanlaydi va birinchi bo'lib orzusiga erishgan ishtirokchi g'olib hisoblanadi. Har bir ishtirokchi hayotda kim bo'lishidan qat'iy nazar yollanma ishchi yoki professional toifasidan boshlaydi. O'yin jarayonida kvadrantning o'ng tomoniga o'tadi va orzusini ma'lum bir katta oylik daromadga erishgandan keyingina sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu o'yinni kuzatuvchi trener boshchiligida o'ynash eng samarali hisoblanadi. Chunki u sizning harakatlaringizni kuzatib borib, pullaringizni boshqarishdagi kamchiliklaringiz va kuchli tomonlaringizni aytib o'tadi. Tan olishimiz kerak, bugungi kunda pul katta kuchga ega. Chunki u sizni bosh ko'tarmasdan erta-yu kech ishlashga majbur qilib, sizni o'zini quliga aylantirishi mumkin. Yoki siz ularni oqilona boshqarishni o'rganib, sizga xizmat qiladigan qullaringizga aylantirishingiz mumkin. Video so'ngida muvaffaqiyatga erishgan odamlarning hammasi ta'kidlaydigan gaplarni keltirib o'tamiz. Demak, odamlarni, qonunlarni, ob-havoni va o'zingizdan tashqari boshqa hamma narsani ayblashdan to'xtang va o'zingizni ustingizda to'xtovsiz ishlashni boshlang. E'tiboringiz uchun rahmat.